Ben işçiliğe bir narsa bileyim. Ben boytoq davat qilib qanchalik bo'ldi? Men do'stim bo'lganligimdan yordam qilsam bo'lmanda. O'tirdik sen bo'lg'udi. Voya o'g'lim bo'lsa ko'z qorong'isib qo'ymsan, mutlaqsi yoqdi bayram şey debdi. Hey, bu anda degan bilan men ham mijozim suvoqqan tursa, amal qilmamsa. Hiç öyle. Ay Dilisa, sen boytoq o'tib ketgan bek uzoq bo'ldi ya. Vajan. Menda muhabbatga nisbatan hech qanday umid qolmadi. Ümidsizlanmaya bo'ldi. Ay bunda o'tiravermasam-da shovchilar chiqib qo'y. Sendek tuzli qizlarni biroz yoqtirib qolam deydi. Qanday gap bu? Bu men bek tanlaydig'ini. Amal yo'q. Bek tanlayman men. Ha, davos Sinach Abdulla qandaroq? Yoqtirmayman. O neymiş yoqtirmaysa, meni chiqqan bek mos kelsa ya, bu o'g'illar, sen qiz bola. Ikkimizning qiziqishi o'xshamaydigan tursa, bu qizlarni yosh ko'rgan o'g'ilni yosh. Maslashmaymiz. Bu ikkimiz bek mos kelsa deyman. Uning ustiga ikkimiz o'z shovchi demasman. Bo'lmaydi deyman. Beshovchi o'g'amlar buni 2-chi binodan 5-chi binoni orliqqa bakchiroq yurib qolsak, jiddiy ham bo'lib qolamiz emasmi? Ucu, ben muzdardan merezlerden erti tutkamaz manimi cık yapma. Ata aytın ben yeni mahsulat edip ben Xeymen babanı alsam işsin dep. Bir jutum iş mepsiliye, özüm işçiliğe. Neyse sıkma hemen dükkanın işçi. Ben muzdardan bizimsin öyle ekitip yeylemle öyle de gazep noç kontuyor ve mallı kadıran müşük var daha. Köget yeyiniz. Kandalimi de. Men o'ylab boqmabdik emas, sen bunday odamlik ko'rsa, qiz o'g'il ishdan keltirib deb. Bek yuzi qiling kelsa. Amsi ben özüm qaytıyor ya. Anda sen özüm gitti birey. Gemdan qo'zg'alasiga kelsak, ovozodi bak issiq ekan. Uyingiz yiroqmi? Bekzirak uyum ben özüm gitti birey ben yanına. Amal yo'q ekan. Amal yo'q. Aja kita uyga. Men bek sig'at sportu kontiyom sayilib chiqib qolamanmi ya? Aslında ayrılıp çıkıp versem ben öyle gitti buraya. Men aynib kelsam sizni qichib qutlanmaysiz, tushunmayapsizmi? Men suyutingiz va bu yerda yovimizni o'g'ib, o'ng suvat qo'shitsangiz, birdan dekin borsam bo'lmaydi ya.